Bu men eng yaxshi ko'rgan enzimkalardan bittasi. Bu enzimli powder vitamin C'li, даже чувствительный, juda ham ta'sirchan, qizarib ketaveradigan ko'rga ham mumkin. Buni nimaga ishlataman men? Menga vitamin C juda ham kerak. Men yaxshi ko'raman oppoq bo'lishi, поэтому vitamin C ishlataman. Vitamin C постоянно ishlatsanglar, ko'janglarda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Когда вот sizda yuzingizda dog'ingiz bo'lsa, ugridan qolgan dog'ingiz bo'lsa yoki umuman tug'ruqdan qolgan dog'ingiz bo'lsa yoki siz umuman yuzingizni oqartirmoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilaman buni. Bu o'zi narxi qimmat emas, bemalol byudjetni deb ayta olaman. Buni ishlatish oson. Qo'lingizga to'kasiz, suv bilan yaxshilab ko'pirtirib, yuzga surib, ozginadan keyin yuvorasiz. Har kuni ishlatsangiz ham bo'ladi yoki haftada 2-3 marta ishlatsangiz ham bo'ladi. Realno lekin men effektini sezganman va tavsiya qilaman ishlatishni. Kстати, девочки, buni keyin original podelkasi ham bor. O'shani e'tiborga ham olib qo'yinglar.